Andijon viloyati Madaniyat boshqarmasi tasarrufidagi 20 son bolalar musiqa san'at maktabining o'qituvchi hamda o'quvchilari Madaniyat vazirligining 456-qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Oyim shaharchasidagi 40-umumiy o'rta ta'lim maktabiga o'zining konsert dasturi bilan tashrif buyurdi. Marhamat. Bugun bizning umumiy o'rta ta'lim maktabida Oyim shaharchamizni 20-sonli musiqa san'at maktabini o'qituvchilari va o'quvchilari kelib chiroyli dastur bilan konsert dasturini ko'rib berishdi. Men bundan juda ham xursandman. Bu jamoaga sog'lik salomatlik tilayman. Ishlarida muvaffaqiyat tilayman. Bugungi dastur o'quvchilarimizga, ustozlarimizga ma'naviy ozuqa berdi.